o'z biznesini yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan biznesmenlarimiz uchun noturar joy sotuvda. Ushbu joyimiz Tambog' Taroziyev qishloqining yonida uglovoy holatda joylashgan 9 sotiqqa chiqqan noturar joyimiz sotuvda. Darvozxonamizda kirib kelish qismlarimiz mana shunaqa holatda va kirib kelganimizda ikki tomonda naveslarimiz bor. Ushbu naveslarimiz chap tomondagi seli ko'rinishda 30 metrga 6 metr qilingan va o'ng tomonimizdagi navesimiz 20 metrga 6 metr bo'ladi. Darvozxonalarimizni ham ko'rib turibsizlar, bemalol katta mashina sig'ib kira oladi yoki-da xohlaganingizcha kattalashtirib olishingiz mumkin. Ushbu joyimiz ko'rgan bo'lsangiz 9 sotiqda kichkina deb o'ylashingiz mumkin, lekin bu tomonda yana mana shunday kattagina joyimiz mavjud. Buni mana bu yerdan devorlarni urib qo'yilgan, bemalol buni olib tashlasangiz bo'ladi yoki bu tarafga alohida yana qurilish qilishingiz mumkin. Bu tomondagi mana bu eski binoni buzib tekis holatga keltirib berishadi va o'rtadagi ochiq turgan joylarni yopib berishadi. Joyimiz kommunallarga keladigan bo'lsak, suv svetdan umuman muammo yo'q. Gaz mahallada bor, tortib olsangiz bo'ladi. Bu yerni bemalol keyinchalik turar joy qildirib olishingiz ham mumkin. Uglovoy holatda joylashgan. Bu tomondan ham ko'chalarni ochib olsangiz bo'ladi. Joyimizning narxlariga keladigan bo'lsak, narxlarini 69900 dollar so'rashyapti. Kelishadigan joylar bor. Egalar nomerlarini video ostida qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Namangan joy kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang.